Mana hali biz O'zbekistonga kirib bormagan Koreyani mashinalari bular. Ko'rgan odam Xitoyning mashinasiga o'xshatadi. Lekin koreyskiy bular hammasi. Baland, chiroyli ishlab chiqaribdi. Menga yoqdi. Endi to'g'ri orqa tomoni sal xunukroq bo'lishi mumkin, lekin chiroyli. Bilmayman kimga qanaqa, menga yoqdi. Yaxshi mashina ekan. Mana bular hammasi bir xil. Mana koreyligi, mana. Made in Korea. Endi o'shani manaqa boshqa yani bu ham koreyskiy ekan mana. Bu ham koreyskiy. Bu boshqa varianti o'zi. Bu kichkina lupali ko'zlar, bu nimalari, oblisopkalari boshqacharoq, mana jipga o'xshab ketadi. Buniki boshqacha o'zi. Bunisi bu ham Koreya ekan. Bular Italiyaga ketadi bular hammasi. Mana Made in Korea, mana bu yerda Italiya deb qo'ygan, Italiyaga ketadi bular. Bular kemada kelgan, Belgiyada biz. Bu yerda shuna qabul qilib olib, keyin bizga o'xshagan shopirlar, mana o katta mashinalarda solib olib ketamiz. Mana bunisi ham pikap. Bu ham Koreyaniki, lekin yaxshi ekan mana shunisi ham. Men yaxshi ko'raman pikaplarni, chunki pikaplar juda zo'r mashina. Qanaqasi bo'lishidan qat'iy nazar mana. Koreya. Bu ham Italiyaga ketadi. Yani Italiyaga zakaz bo'lingan через Belgiya. Yukki ham zo'rda bu. Bitta yukni yuklaysan, mana 5 kishi kak palajni odam olaveradi. Mana yerda 3 ta oladi. 2 ta mana oldi. O'zimizni kak обычный mashinalardaqa. Orqada mana yuk xonasi zo'r buni mana. Keyingi mol. Shunaqa gaplar. Mashina olib kelganmiz. Tekshirishni kutib yotibmiz. Kelib qolar. Koreyskiy ekan bular. O'sha bag'i o'sha nemisga boshlandi. Bular ketadi, bular Yaponiya, Koreya,